Bundan oldingi videoda Instagram sahifamiz uchun Pythondan foydalangan holda qanday qilib banner yasashni ko'rsatib o'tgan edik. Xuddi o'sha fayllar turibdi, faqat biz buni Forgani GitHub akkauntida ochilgan Instagram banner reposidagi Python folderiga saqlab qo'ydik. Lekin biz bu joyda to'xtab qolmadik. Bundan nafaqat o'zimiz, balki hamma foydalanishni istadik. Shuning uchun ham ushbu Python versiya asosida HTML, CSS va JavaScriptdan foydalangan holda veb-sayt qurdik. Mana veb-saytning kodi GitHubda turibdi. GitHub Workflows bu avtomatik deploy qilish uchun, Assets bu ikonlar uchun, eski Python versiyamiz HTML, xullas o'sha. Mana saytimizni ko'rishingiz mumkin. Tak, bu yerga biz istagan rasmni joylashtiramiz. Mana pastda 3 ga bo'lingan 3 xil versiyalari mana. Chap, o'rta, o'ng. Xo'p, bu yerda bir nechta opsionlar bor. Free split bu faqat 3 ga bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 3 ga to'r grid bor. 3 ga bo'ladi, faqat 3 ga to'r asosda chiqarib beradi. Bu yerda square bor, bu kvadrat shaklida chiqarib beradi. Bu Instagram uchun qulay. 100% yo'qotishlarsiz. Bu yerda hammasini zip formatida saqlab olishingiz mumkin mana. Agar siz ham Instagram sahifangiz tepasiga banner qo'ymoqchi bo'lsangiz, ushbu manzilga tashrif buyuring. forgani.github.io Instagram banner desiz, ushbu sayt chiqib keladi. Bemalol rasmingizni 3 ga bo'lib qo'yib olaverasiz. Natijada mana shunaqa bannerga ega bo'lasiz.